Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan hammaga qiziq bo'lgan mavzu, ayniqsa shifokorlarga Germaniyada shifokorlar qancha ishlab topishadi. Xo'p, birinchi navbatda boshlaymiz. Meditsina Fachangestellte, ya'ni Arzthelfer vrach yordamchisi. Vrach yordamchisi bizdagi feldsherga to'g'ri keladi. O'sha feldsherda qancha ishlab topishini bilamizki, bizda shifokorlar birinchi borganida bu yerda birdan shifokor bo'lib ishlay olmaydi. Avval meditsina Fachangestellte bo'lib ishlashi kerak, undan so'ng FSB va KP kabi imtihonlar topshiradi va shundan so'ng vrach bo'lib ishlashga haqlari bor. Birinchi ko'rib chiqadiganimiz meditsina Fachangestellte. Mana bu yerda ko'p narsaga bog'liq. Oyligi, qaysi Bundeslandda ishlashi, necha yildan beri ishlashi, mana ko'rib turibsizki, uni jinsiga ham bog'liq va g'arbdami, sharqdami, qaysi Bundeslandda qancha ishlab topadi. Hop, birinchi bu full time, ya'ni 38 soat haftasiga ishlaganda qo'shimcha to'lovlarsiz o'rtacha birinchi yil 2500 euro. 5 yil ishlagan tajribali mutaxassis esa 2700 euro. Eslatib o'taman, bu bruttoda. Brutto degani siz mana endi Germaniyada ishlashga qiziqayotganlar bo'lsa, brutto degani u sizni oyligingiz, lekin buni hammasi siz qo'lingizga tegmaydi. Chunki sizda sug'urtangiz bor, undan so'ng boshqa to'lovlaringiz bor. Undan qanchadir qismini olib qolishadi. 10 yil tajribasi borga 2890, o'rtacha 20 yil tajribasi borga 3100 euro. Xo'p, endi Bundeslandlar kesimida ko'rib chiqamiz. Eng yuqori oylik Schleswig-Holsteinda ekan, 3070 euro. Eng kami esa Sachsenda va Sachsen-Anhaltda. Undan ham kamroq bo'ladi. Turingenda 2470 euro olar ekan. Albatta siz borganingizdan sizga katta oylik hech kim bermaydi. Shu oylikda olasiz va undan so'ng imtihonlarni topshirib, diplomingizni approvatsiyadan o'tkazib, shundan so'ng siz ko'proq oylik olishingiz mumkin. Endi shifokorni ko'rib chiqamiz. Shifokor qancha ishlab topadi? Mana siz Facebook va KP kabi imtihonlar topshirib bo'lganingizdan so'ng sizning oyligingiz o'rtacha Bundeslandlar kesimida o'rtachasi 5350 euro bo'ladi. 5 yildan so'ng 6860 euro, 10 yilda 7900, 20 yildan so'ng esa 9000 eurodan oshiq oylik olasiz. Albatta bu faqat oyligingizni o'zi, qo'shimcha dejurstvalar va boshqalarsiz. Endi Bundeslandlar kesimida oladigan bo'lsak, eng ko'p oylik Saarlandda bo'lsa, eng kami yana Turingenda ekan. Xo'p, endi Meditsina Fachangestellteni ko'rib chiqamiz. Bu degani bu stomatolog yordamchisi. Stomatolog yordamchisi o'rtacha oyligi mana 2350 euro, 5 yillikda 2500, 10 yillikda 2700, 20 yilda 2850 euro.
Hop, endi bu desantlarga qarab har xil bo'ladi. Hmm, Eng ko'pini, eng ko'p to'laydigan Sammitsinch fahmga ishchaltigi hozircha Zarland ekan. Eng kami esa Zaxsenda va Brandenburgda eng kam oyliklar berilarkan Sammitsinch fahmga ishchaltigi. Albatta, siz bundan tashqari qo'shimcha bayramlarda to'lovlar bo'ladi va dejurstda tursangiz dejurst oladi. Undan tashqari siz o'sha imtihonlarni topshirganingiz sari oyligingiz ham ko'tarilib boradi. Endi stomatologlarni ko'rib chiqamiz. Stomatologlar necha pul ishlab topadi? Birinchi yilda 4190, 5 yilda 5510 euro o'rtachasi, 10 yilda 6300, 20 yilda 7000 euro o'rtacha. Hop, endi Bundeslandlar kesimida hamma joyda har xil. Albatta, siz ishga bormoqchi bo'lsangiz, qayerga borayotganingizni va u yerda shifokorlar o'rtacha qancha oylik olishini bilib borishingiz kerak bo'ladi. Eng ko'p oylik yana Saarlandda ekan. Eng kami esa Jizzax-Anhaltda 5670. Jizzax-Anhaltda. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu yana qaytarib o'taman. Bu bruttoda ko'rsatilgan oylik to'lovlari. Endi albatta o'zimizni davlatimizga solishtirganda ancha yuqori. Lekin sizga buni ichida soliqlar va sug'urta kabi to'lovlaringiz bo'ladi. Undayam alohida soliqlar bo'yicha ham alohida video qilamiz. Qaysi Bundeslandda qancha o'zini klasslari bor, o'zini sinflari bor, sinfiga qarab soliq to'lanadi. O'sha qancha to'lanadi, qaysi sinfda va qaysi Bundeslandda ko'proq, qaysi Bundeslandda kamroq, ularni ham ko'rib chiqamiz. Hammaga katta rahmat. Ozgina bo'lsa ham videoni foydasi tegadi degan umiddaman. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolaman. Rahmat. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Bu bizda o'sha kelgusidagi videolarimizga bir turtki bo'ladi va yana ham ko'proq izlanishimizga, yana ham ko'proq rivojlanishimizga olib keladi. Hammaga rahmat.